Yukarılık şiimizden devamı hürmetli vatandaş. Prezident Trump hükümetinin söhbetleşiş teklifi vaktince Cungo hükümeti tarafından rad kılındı. Yukarılık şiinin devamı. 2 hafta burun Amerika'nın Maliye Ministeri Steven Mnuchin, Cungo'nun Muavin Ministeri Veziri Liu He'ga teklif yollap, 9. ayının 20. günü Washington'da kayıt söhbet başlaştığını teklif kılgandı. Bunun cevaben Cungo hükümeti arkadılı aşkarılap, Cungo Savunma Ministerliğinin Muavin Ministeri Wang Shouwen'i Amerika'na ziyaret kılışqa orunlaştırıp, söhbetki yol açmakçı. Onundan keyin Muavin Vezir Liu He 9. ayının 27. günüdün 9. ayının 28. günü geçe Amerika'nı ziyaret kılıp, yukarı derecelikle söhbeti ötkazmakçı bolgan edi. O zamandan beri Amerika Cungo Savunma uruşuga yakından dikkat kılıvatkan Amerika matbuatları Wall Koçsi gazeti 9. ayının 21. günü haber ilan kılıp mundaq gösterdi. Cungo amaldarları mundaq hesaplaydı. Amerika hükümeti tamoyna bece tehdidi ve besim işletiş usulları arkalık Cungo'na Amerika bilen hamkarlaştırılmaydı. Amerika'nın söhbet ötközüş talebini rad kılış, Cungo hükümetinin izchil ta'kidlab kelavatkan tehdit astıda söhbetki olturmaymiz. Yani Cungoluqların meydanı tehdit astıda söhbetki olturmaymiz deydigan meydanaga muvafiq kelidi. Wall Koçsi gazetinin haberiga asaslanganda Prezident Trump hükümeti Beijing'e söhbetleşiş talebini çıkarganda Beijing'in söhbet ötküzüşke maqul boladiganligi enek emas edi. Bu xil oylaşning sebeplerinden biri Wang Shouwen bu qatam Amerikadan hech qandaq natijega erişelmey qaytdi. Bu xil söhbetga taklif qilish matbuot xabar qilingandan keyin Amerika hükümeti ham taklif qilish bösüş hasıl qilish emas. Taklif qildik, lekin sodada bösüş hasıl qildik deganlik emas. Belki Cungo bilan elib berilayotgan bu bir meydan soda urushida Aqsarayning qattiq qo'llari ustunlikka erishdi. Amerikaning soda vakili Robert Lighthizer va Prezident Trumpning bosh maslahatchisi Peter Navarro qatorliq qattiq qo'llar Cungodan import qilingan to'g'ri 25% boj qo'yamiz deb chiqdi. Prezident Trump hükümeti əməldarlarının Amerika mətbuatıga aşkarlagan məzmunlardan qaraganda Aqsaray növbətdəki söhbət taktikasını davamlaşdırdı. Söhbət qilish, söhbət qılmağandan yaxşı. Söhbət jarayonida Cungo'nun yol qo'yishiga tahdid selish yoki Aqsaray Beijing'e söhbətni davamlashtirish fursati berish Beijing'in fursatini ching tutib, Aqsarayning mintaqalik talablariga javob berish. Diqqat vatandoshim. Söhbət qilamiz deysiz, kelisiz, söhbətlishimiz. Aqsarayning mintaqalik talablariga javob berisiz, kelisiz. Qachon bo'ladi söhbət, qachon o'ltirisiz, biz sizni chaqiramiz, kelisiz. Meningcha tartib, mana shunday tartib qo'y vatandosh. Ahirda nima debdi? Aqsaray talab qo'yib mantaqiy talab qo'yib siz mantaqiy talabga javob berisiz Cungo hükümeti. Cungo hükümeti ham söhbət darvozasini taqib olmadi. Bu ishlardan xabardor kishilar bunday ko'rsatdi. Beijing hükümeti 10. ayda Amerika bilan uchrashishni ishga oshirdi yoki 10. ayda Amerika bilan uchrashmoqchi bo'layotdi. Tahlilchilar bunday hisobladi. Mayli yuz xatir yoki amaliy siyosat ehtiyojidan bo'lsin, ikki taraf bir-biriga avval yo'l qo'yishga ma'qul bo'lmayapti.
Amerika yol qo'yishga, Jungo yol qo'yishga ma'qul bo'lmayotdi. Prezident Trump hukumatili emas, Amerika davlat qo'rg'uchilar sistemasi butunlay degidek savdo masalasida Jungoga qattiq qo'l bo'lishni, hatto Jungo bilan qarshilashishimiz sal qaramaslikni qo'llaydi. Ular mundaq hisoblaydi. Izchil iqtisod uchrashishi bilan Jungoga taqobil turishga bo'lmaydi. Savdo gepi, savdolashish degandek dialoglik shaklida Jungoga taqobil turishga bo'lmaydi deb qaraydi hozir Amerikada davlat qo'rg'uchilar. Meksika, Kanada, Yevropa ittifoqi Amerika o'rtasidagi savdo talash-tortishlarga o'xshamaydigan bir taraf shuki, Amerika bilan Jungoning savdo talash-tortishi strategik elishishga markazlashgan. Menimcha ham iqtisod, ham siyosat, ham yana boshqa sohalarga munosabat tikolda Amerika bilan Jungo o'rtasida talash-tortish strategik elishishga markazlashgan. New York Vaqt gazeti 9-ayning 20-kuni maqola e'lon qilib, mundaq ko'rsatdi. Jungo bilan Amerika amaliyotda allaqachon iqtisod, so'q munosabatlar urushi davriga kirib keldi. New York Vaqt gazeti maqola e'lon qilib shundaq dediki, Amerika Jungo savdo munosabatida yoki munosabatlarda hozir iqtisod, so'q munosabatlar urushi davriga kirib keldi. 9-ayning 19-kuni Jungoning vaziri Li Keqiang Jungoning Tianjin shahrida o'tkazilgan yozliq Davos yig'inining birida nutq so'zlaganda mundaq dedi. Dunyoning savdo tijorat muhitida o'zgarish bo'layotdi. Dunyoga ishkirlab kirgan edi. Dunyoning savdo tijorat muhitidagi bu o'zgarish Jungoga ta'sir ko'rsatmay qolmaydi. Mana bu isrof qilishdi.